Buxoriy Muslimda keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, kim mening tahoratimdek tahorat olsa, ya'ni Rasulullohning sunnatda ko'rsatilgandek tahoratlariga o'xshatib qo'ldan kelgancha tahorat olib, so'ng o'ziga o'zi gapirmasdan 2 rakat namoz o'qisa, qilib o'tgan gunohlari kechiriladi degan hadis keladi. Mana shu hadisning sharhida Subul Salamda Sanoniy rahimahulloh aytganlarki, ya'ni bu yerda inson namozda o'ziga o'zi gapirmasa degan nima degani? Dunyoviy narsalarni gapirmasa degani. Dunyoga taalluqli bo'lgan narsalarni gapirmasa degani. Endi mabodo biror narsa xayoliga kelib qolsa-chi, harakat qilyapti, lekin kelib qolyapti. Shunda yuz o'girish kerak shundan degan. Ya'ni bu faqat xayoliga kelib qolganligini o'zi bilan mana bu yuz o'girganligi o'ziga o'zi gapirdi hisoblanmaydi deganlar. Imom Navoiy rahimahulloh ham mana shu hadisning sharhida aytganlarki, inson o'ziga shu namozida gapirmasa degani dunyo ishlaridan, dunyoga taalluqli bo'lgan narsalardan iborat bir narsalarni gapirmasa xayolida degan. Ya'ni namozga taalluqli bo'lmagan narsalarni gapiradi-ku odam xayolida. Mana shu narsalarni gapirmasdan namoz o'qisa, keyin gunohlari kechiriladi. Endi mabodo bir xayoliga gap kelib qolsa, undan yuz o'girsa, bu fazilatdan quruq qolmaydi degan. Ya'ni inshaalloh mana shu fazilatni qo'lga kiritadi, chunki odamning ixtiyorida emas bu. Alloh taolo bizni ummatdan insonni hayoliga kelgan har xil gap so'zlarni o'tib olgan, kechirgan. Shuning uchun ham modomiki davom etmayapsizmi? Bir hayolingizga nimadir keldida, shuni o'ylab, eslab davom etkizmadingiz, balki birdaniga to'xtatdingiz mana shu hayolni. Kesdingiz o'rtadan. Namozga taalluqli bo'lmagan, dunyoviy narsalarni o'ylamaslikka harakat qilib namoz o'qigan odam, biror hayol kelib qolsa ham shuni davom ettirmasdan undan yuz o'girib namoz o'qigan odam qarang, qanchalik ulug' fazilat aytilyaptiki, qilib o'tgan gunohlari kechiriladi deyilyapti.